Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, obunachilik e'tiborlar uchun rahmat. Mana xudo xolasa har doimgidek 612 kilometrga kafiga обратныйga yetib keldik. Inshaalloh Moskvaga qarab ketyapmiz. Vatandoshlar kirdi chiqdi, reyestrga tushganlar, kartasi bloklanganlar hammasi juda ham a'lo darajaga bo'lyapti. Xavotirga o'rin yo'q, dokumenti yo'q bo'lsa ham bemalol bo'lyapti hammasi. Shuning uchun do'stlar, xavotirga tushmasdan bemalol kirib chiqdiga kelsangiz bo'laveradi. Grensiyaga borib akalarimizni reyestrga tushganlari bo'lsa, mana bir boshdan so'rab ko'ramiz, hech qanaqa daxlsiz. Inshaalloh borib qaytdik. Mana akalardan bitta intervyu olamiz akalar. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Yoqimli ishlar. Aka qayerliksiz? Namangan shahridan. Aka bizni qayerdan topdingiz? Aka YouTube'dan istab topdim sizni. Avvalambor assalomu alaykum. YouTube xalqi. Xudoga shukr. Inshaalloh yaxshi borib keldik mana. Kamchiliklar bo'lmadi. Hech qayerda to'xtab nima qilgan chortimiz yo'q. Muammolar ketmadimi? Muammo bo'lgani yo'q. Terisatkalar. Yo'q, hech qanaqasi. Qozoq Qipramov o'zi olib borib, Shopir akam o'zi olib keldi. Mana Xudoga shukr. O'zbekiston Toshkent kafesida o'sha bu turimizga qaytib keldi. Davolimisiz aka reyslardan? Zo'r aka. O'chib. Alloh rozi bo'lsin aka. Hammamizdan. Aka assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka siz qayerliksiz? Namangan viloyati Qo'qondan bo'laman. Borib kelishga qanday bo'ldi? Bizni qayerdan topdingiz aka? Sizni YouTube orqali ko'rdik. Shundan ko'rib, ko'ngil tortib telefon qildik. Xudoga shukr, ming xijolat bilan bordik. Ishonchligimikan reyslar? Ishonchli. Hech qanday dokumentim yo'q edi meni. To'liq pasport, migratsiya. Mana yaxshi borib keldik, xavotir bilan bordik, lekin 1 soatda shundan o'tib o'g'illarimiz yengil bo'lib kelyapti mana. Rahmat sizga. Reyslardan davolanmisiz? Reyslardan davolaymiz. Yaxshi borib kelyapti. Yo'llarda bunaqangi uxlab qolish, boshqa narsalar yo'q. Texi bor, texi kelyapti. Xudoga shukr. Rahmat sizga. Kafelarga dam olishlar qanday bo'lyapti mana kafelarga? Mana bu o'psizligini. Qanday bo'lyapti dam olishlar? Ovqatlar yoqyaptimi sizga? Joylar yaxshimi? Odam kam bemalol o'tirmaslikda davomida olib ketyapti mana. 1 soat cho'zilib. Rahmat sizlarga. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin aka. Mana bu yerda akamiz. Aka assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka qayerliksiz? Toshkent. Borib kelishda qanday bo'ldi aka? Borib kelish cho'tki. Siz bizni qayerdan topdingiz o'zi вообще? Cheres. Cheres, ha? Akaxonam bilan olib borib kelgan ekansiz. O'sha nomeringizni berdim. Yaxshi borib keldik. Chegarada 1 soatga ham qolmadi. Reys ma'qul bo'ldimi aka? Bo'ladi. Dokumentlar qanday sizniki? Dokument to'g'ri edi. Hamma narsa bor edi-a? Muammolar bo'lmadimi? Bo'lmadi. Rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin. Mana Vega aka assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Super. Qandaysiz aka? Super. Akamiz Ozarbayjondan bo'ladi. Borib kelish qanday bo'ldi? Zo'r bo'ldimi? Zo'r. Ma'qul bo'ldi-a? Ya, akamiz ko'p hali urushni ham ko'p bilmaydilar. Mana bu yerda bitta akamiz ham bor. Aka assalomu alaykum. Yaxshisiz? Aka qayerliksiz? Aka bizni qayerdan topdingiz? Borib kelishlar qanday bo'ldi? YouTube'dan ko'rdingizlar. YouTube'dan a? Borib kelishlar yaxshi bo'ldi. Ishonchlimga aka reyslar? Aka ishonchli. Sizga ma'qul bo'ldimi? Borib yuramiz, bizga ma'qul aka. Dokument bor edimi, yo'q edimi? Dokument nol ichida. Hech nima yo'q edi-a? Hech narsa yo'q. Muammolar bo'lmami chegaraga? Yo'q. 1 soat o'tib keldik. 1 soatga. Вообще udachli bo'ldilar? Zo'r bo'ldi aka. Aka Alloh rozi bo'lsin intervyular uchun. Inshaalloh mana yana bitta akamiz bor edimi? Mana bu yerga Sho'rat do'stimizdan bitta intervyu olamiz. Do'stim, assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Do'stim qandaysiz? Do'stim Nima? Mana vatandoshlar, inshaalloh akalarimiz bilan intervyuni oldik. Xudo xolasa hammasi joy-joyiga bo'lyapti. Mana do'stlar, inshaalloh akalarimiz bilan kirishlar. Xo'p, mana xudo xolasa endi Moskvaga qarab qaytamiz. Kirishlar juda a'lo darajaga bo'ldi akalarimiz bilan. Inshaalloh yana
keyingi 18-Chisioslarga reyslarimizga inshaalloh tayyormiz. Nasib qilsa do'stlar, bemalol aloqa chiqaverasizlar. 18, 21, 24 ketaveradi reyslarimiz har doimgidek. Kuzatishga davom etasizlar do'stlar. Inshaalloh keyingi videolar ko'rishingizga deb qolamiz.